Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilar. Biz bugun 2 mart sanasida Samarqand viloyati Tayloq tumanida Bog'zog'on mavzeida sabzi ekish jarayonlarini olib boryapmiz. Biz tinmasdan imkon qadar mehnat qilishga harakat qilyapmiz. Dehqonlarga xizmat ko'rsatyapmiz. Hali ham hozirgi ekayotgan urug'imiz Takesit firmasining Prominence F1 urug'i. Razmeri 1.4 ga 1.6 ekilish jarayonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bu hech qanaqa masalan tayyorlab qo'yilgan emas. Real tushish jarayonini ko'rsatib beryapmiz. Fikrlaringizni bemalol izohlarda qoldirishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, imkon qadar xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Jomboy tumani.